Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar torining 2-ayning 16 kundagi xabarda bildirilishicha, 15 fevral Sharq Turkistonning ko'p qism joylarga kuchli sovuq havo iqlimi yetib kelgan bo'lib, Xitoy meteorologiya va ofat jiddiy qo'mondonlik markazi bu tabiiy ofatlarga qarata 3-darajalik jiddiy taqobil turish buyrug'i tushirgan. 2-ayning 15 kuni atiganda atalmış Şinjan Meteorologiya idorasi qarshi yurgan kuchli shamolga va sovuq havo iqlimiga qarata ayrim holda qizil rangli ogohlantirish signali tarqatgan. Bularning hammasi eng yuqori darajadagi ogohlantirish signali bo'lib, qumboronlik ofat va muz tutgan yo'llar uchun ayrim holda seriq rangli ogohlantirish signali chiqargan. Bu atalmış Şinjan Meteorologiya idorasining tunji qatim bir vaqtda 5 xil ogohlantirish signali tarqatishi bo'lib hisoblangan. 16 ислардан 17 исларgacha İl viloyatining tog'liq rayonlari, Pamir tog'i va Sharq Turkistonning shimolidagi Qumul shahrining ba'zi rayonlarida shivirg'anlik qor yoqqan bo'lib, ba'zi rayonlardagi qorning qirinligi 49 sm-dan oshib, Borchi noyisida qorning qirinligi 2 metr 14 sm yetgan. Altay meteorologiya idorasining xabar qilganda, Altay viloyatlik Ko'kto'qay noyisining eng tuvan temperaturasi 0 dan tuvan 49 selsiy gradusga yetgan. Bu nachar havo rayi va sovuq havo iqlimi Sharqiy Turkistonning ko'p qism joylaridagi qatnashga og'ir darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lib, 2-ayning 16 kuniga qadar Sharq Turkistonning xalqaro va Xitoy o'lkalari oralig'idagi tosh yo'llarning bir qism bo'laklarida vaqtli qatnash kontrol qilish yo'l qo'yilgan. Atalmış Şinjan temir yo'l tarmoqlari bir qism yo'lovchilar poyezdini 16 fevraldan 18 fevralgacha to'xtatishni planlagan bo'lib, konkret asli kelish vaqtini texnik bekitmagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.